Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun 18-may, tongi soat 5:30. Biz Qo'qon Dang'ara Mastona bozoridamiz. Mana prez deydimi, poyezd yo'l. Hozir xo'p, bitta Qo'qonlik akamizga narsa olib keldik ertalabda. Bitta arava tayyorlab kelganmiz. Mana motoblokka pirsib, ichida narsalar bilan, kulch yashovlari bilan qo'yib, chiroyli qilib tayyorlab keldik. Hozir kelib olib ketishadi. Endi kechagi chizillari mana remontini qilib, oralarini kengaytirib, har doimgidek vintlarini qo'yib, remontini qilib keldik. Ikkita temir balon hamda kartishga qo'yiladigan. Mana rossiyskiy lapga, rossiyskiy stoyga qo'ydik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana tormozlari bilan har doimgidek. Hammaga rahmat. Like esdan chiqmasin. Qo'qonliklar like bosish esdan chiqmasin.